talaba bo'lganingizdan keyin qozoningizda eng ko'p qaynagan ovqat qaysi? Voy, talabalik paytida yeganimmi? Kartoshka. Free. Uyda tayyorlanadigan bori. Ha. O'sha. Hozir siz nechinchi kurssiz? Ikkinchi kurs. Ikkinchi kurs. Demak, 2 yil davomida shu ovqatni ko'proq iste'mol Ha. Rahmat kattakon. Makaron. Makaronmi? Roltinchi? Yoroltin oyim kichkinaligimdan o'rgatmagan yeyishga. Qozoningizda eng ko'p qaysi ovqat qaynagan? Qozonda qaysi ovqatlar ko'p ovqatlandi? Qozoningizda eng ko'p qaysi ovqatlar qaynagan? Uydagilar bilan turibman, men Toshkentdaman. Ha, uydagi. Qilib oldi, aralashib turib. Anaqa Eng ko'p qaysi biri? ko'pmi? Menimcha oltamiz aka, chunki tez tayyorib oladi. Tez darsdan keyin osonroq bitkazib olamiz. Lekin studentskiy yashamaganman lekin. Demak, oilangiz bilan birga. Ha, shunaqa. Qaysi ovqat qaynagan? Eng ko'pmi? Osh. Uyimdan qatniyman, o'shaning uchun bunaqa narsa mani yo'q, bo'lmagan umuman. Oshimiz kerak. Qozon kabob. Qozon kabob. Ko'p yomon yashamaganmiz, har doimgidek makaronni, roltin. Shu osh bo'lsa kerak. Keyin anaqa shu bilaman, makaronlarim shu. Roltinchi? Yo'q, o'zimda yashaymanda shunga. Talabalik qismini yasharkansiz. Yo'q, his qilyapman. Yo'lda metrolarda yegan shu. Balki oshdir. Mastava. Tez tayyor bo'ladiganda studentlarning ovqati. Roltin bo'lmaganmi? Bo'ladi. Ha, roltin Big Bon. Ha. Qozonimda go'sht. Endi rostini aytamiz. Talabalarni eng ko'p qiladigan taomlar. Xo'p, men o'zim oshpazman, ko'p ovqat pishiraman. O'zim osh pishiraman, lag'mon. Qozonim har doim qora qaynab turadi. Eng ko'p qaysi birini pishirasiz? Xo'p, lag'mon. Qozonimda eng ko'p qaynagan nima hamma ovqatdan qilaman. Ko'proq lag'mon qilaman. Lag'mon. Men o'zim uyda bitta dona qizman, shu uchun har doim o'zim ovqat qilaman-da. Bizada odatda har hafta osh ko'proq qilinadi-da.